Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Mana biz Farg'onaga qo'nganmiz. Avval mahallasiga chegara joyiga kelganmiz. Suv chiqargani 40 metr masofani mo'ljalga olib, toshli joy. Xudo xolasa mana bu yoqqa Qirg'iziston chegarasi. Mana soldat akalarimizning vishkasi ham bor. Biz uchun tachalar muhayyo qilingan. Mana chaylalar ham bor. Xudo xolasa mana shu 3 metrli turbalarni, yangi turbalar tashlaymiz. Mana turbalar. Hamma yoq taxt gilinani loy qilib, yamaga to'kib boshlaymiz. Mana xudo xolasa. Yamalar tayyor. Mantur akalarimiz to'ktimadan tortib bersa, xudo xolasa ishni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Qayerda qanaqa suv chiqyapti, qanaqa mehnat qilyapti bilib turasizlar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum do'stlar, kuzatuvchilar. Start tugmasini bosdik mana. Farg'onada. Ovoz yo'q, ovoz. O zanjir o'tir, zanjir usta. Zanjir, zanjir. Ha, Qovur akamiz ham mana xizmatda. Birinchi turbani qo'ydik, xudo xolasa. Doim yuzlarimiz yorib qilsin. Farg'onaga kelganmiz, suv chiqargan. 40 metr masofa mo'ljalga olingan. Xudo xolasa 13-14 metrda suv satqi. Assalomu alaykum yana bir bor. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Ikkinchi turbani qo'ydik. Mana 3 metrli turbalar ketdi bundan buyog'i. Xudo xolasa bochkaga suvni to'ldiryapmiz qo'shnining qudug'idan. Qo'shnining qudug'ida 14 metr atrofida suv chiqyapti. Mana shu qo'shnidan. Xudo xolasa bugun ko'ramiz necha metr qoziladi. Sekin ketyapti mana sekin. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab suv chiqaramiz, toshli joylardan, quduq qilib foydalanayotgan mahallalardan mana qilib skvajna qilib, qurimaydigan qilib, xudo xolasa bir umrlik qilib suv chiqarib beramiz. Nomerlarni qoldiramiz. Bizga murojaat qilaverasizlar. Bizning manzil Andijon, Asaka tumani Qadimkucha mahallasidan. Hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Farg'onada mana bugun qozishni boshlagan edik. 20 metr pastga tushdi turbalarimiz. Xudo xolasa yarim bo'ldi. Ertaga nasib qilsa yana dalshida davom etamiz qozishda. Yana 20 metr xudo xolasa mo'ljalimiz. O'sha 40 metr qozishimiz kerak. Mana 7 ta turba kirgizdik. 3 metrdan turbalarimiz. Turbani ko'tarib qo'yganmiz mana. Xudo xolasa ertaga davom ettiramiz. Svyaz yaxshi emas ekan bu yerda, shuning uchun prямой efir qila olmayapmiz. Videolarni qo'yib boramiz, lekin YouTube kanalimizga, Instagram kanalimizga qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boringlar. To'qqa yaqin joydamiz. Havosi toza. Dam oladigan dacha bo'ladi, xudo xolasa bu yer kelajakda. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davomiy bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Mana xo'jayin o'tiribdi.
Necha metr bo'ldi? 35 metr bo'ldi mana, xudo xolasa. Mana shu turba tushsa-da endi. Xudo xolasa 1,5 soatlarda, 2 soatlarga yaqin tushadi, xudo xolasa. Qattiq arziy tosh aralash bo'lib ketyapti. Ikkita turbamiz qolgan, nasib qilsa. Mana bu birinchi turba, bu ikkinchi turba. Undan keyin mana shu turbalarni tashlaymiz. 120 metrlik temir turbani tashlaymiz. Turbalar ham kelgan. Ha, ochdi. Mana filtrlari ham. Shtik. Keyin ichiga glubinli nasosni tashlaymiz, xudo xolasa. Nasoslar ham keltirilgan, 50 shilyankalar ham kelgan. Xudo xolasa ertaga turbani tashlasak, keyin nasos tashlaymiz. Suv chiqqanini ham videoga olib qo'yamiz. Bizni kuzatib boringlar, yangi bo'lsanglar, YouTube kanalimizga qo'yamiz, Instagramga qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Farg'onada mana suvimiz chiqdi, Xudoga shukr. 50 lik glubinli nasosda mana 50 lik shilyankada chiqyapti. Soatiga 10 kub, 10 tonna suv so'rayapman. Qira 1,5 metr kavladik, 120 metr temir turba tashlandi. Nasos ichiga tushdi. 5 kun, 6 kunda bo'ldi mana bitta tochka. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, nomerlarni pokizamiz. Bizda 3 fazaga ishlaydigan mini burovoy elektritskiy. Yerda holatiga qarab kavlaveradi bu. O'ta toshli joylarda 30-40-50 metrgadir, yaxshi normalniy joylarda 80 metr, 90 metr kavlaveradi. 3 metrdan mana turbalar. 170 lik atverishni dalita mana. Loylar bilan turibdi, kecha sug'urib, yuvib, nasos tashab. Kecha mehnat ko'p bo'lgan. Mushtakkina burovoy mana. Mushtakkina burovoy. Bu sohaga qiziqqan bu akalarimiz bo'lsa, mana shunaqa suv chiqarib yuraman deydigan akalarimiz bo'lsa, mana apparatlar yasab beramiz. Suvlar chiqarish bo'laveradi. Nomerlarni qoldiramiz. Manaqa ustachilikka qiziqqan yaqin insonlarga tarqatib ko'rasizlar videolarni. Suv chiqarib yuraveradi. O'zbekistonga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bunaqa burovoychilar, suv chiqaradiganlar.